Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan ma'lumotlar tahlilidagi eng zo'r qurollardan biri haqida gaplashamiz. Bu ko'p o'lchovli regressiya tahlili. Keling, bu narsa o'zi qanday ishlashini va nima uchun bunchalik muhim ekanligini birma-bir sodda tilda tushunib olamiz. Bugungi suhbatimizning yo'l xaritasi juda oddiy. Avval bir muammoni ko'rib chiqamiz, keyin uning yechimini topamiz, so'ngra bu yechim qanday ishlashiga nazar tashlab, natijalarni tahlil qilamiz va albatta yashirin xavflar haqida ham gaplashamiz. Xo'sh, keling, ishni boshladik. Birinchi bo'lib, eng oddiy yondashuvdagi muammo nimada ekanligini tushunib olaylik. Ya'ni, nima uchun bitta sababni ko'rsatish bilan chegaralanib bo'lmaydi? Mana hammamizni qiziqtiradigan savol: odamning maoshini nima belgilaydi? Faqat o'qigani, ya'ni ta'limimi, yoki undan ham muhimroq boshqa narsalar bormi? Qarang, chapdagi formula bu oddiy regressiya. U bizga maosh faqat ta'limga bog'liq deydi. Lekin bu yerda katta bir muammo bor. Ish tajribasi kabi o'ta muhim bir omil mana bu u harfi, ya'ni xatolik terminining ichiga yashirinib qolgan. Bu xuddi jumboqning eng muhim qismini tashlab yuborgandek gap va bu albatta bizni xato xulosaga olib kelishi mumkin. Xo'sh, yechim nima? Yechim bu ko'p o'lchovli tahlil. Bu bizga xuddi kattalashtirib ko'rsatadigan oyna kabi vaziyatni ancha tiniqroq va to'liqroq ko'rishga yordam beradi. Ko'p o'lchovli regressiyaning super kuchini ko'ryapsizmi? U bizga ajoyib bir imkoniyat beradi. Masalan, ta'limning maoshga sof ta'sirini bilmoqchi bo'lsak, boshqa hamma narsani, ish tajribasi, qobiliyat, hammasi vaqtincha muzlatib qo'yishimiz mumkin. Bu xuddi laboratoriyadagi tajribaga o'xshaydi. Bu g'oyaning maxsus nomi ham bor. Lotinchada ceteris paribus. Ma'nosi boshqa barcha shartlar o'zgarmas qolganda. Yodda tuting, aynan mana shu qoida bizga har bir omilning alohida hissasini aniq o'lchashga imkon beradi. Juda muhim tushuncha. Yaxshi, buncha gapirdik. Endi bu model o'zi qanday ishlaydi? Keling, birgalikda uning kapota ostiga qarab ko'ramiz. Mana bu o'sha modelimizning umumiy ko'rinishi. Qo'rqmang, juda oddiy. Y'lar bu biz topmoqchi bo'lgan narsa, masalan, maosh. X'lar esa o'sha maoshga ta'sir qiluvchi sabablar, ta'lim, tajriba va hokazo. Aytgancha, bir qiziq narsa. Bu o'zgaruvchilarni adabiyotlarda turlicha nomlashadi. Masalan, bizning Y'ni ba'zan bog'liq o'zgaruvchi, ba'zan natija deb ham atashadi. Hammasi bitta narsa. Buni bilib qo'yganingiz yaxshi, keyinchalik chalkashib ketmaysiz. Xo'sh, modelning maqsadi nima? Maqsad eng kichik kvadratlar usuli yordamida eng to'g'ri chiziqni topish. Tasavvur qiling, siz barcha ma'lumotlar nuqtalariga imkon qadar yaqinroq bo'lgan chiziq chizishga harakat qilyapsiz. Model aynan shuni qiladi. Bizning bashoratimiz va haqiqiy hayotdagi raqamlar orasidagi umumiy xatoni eng kamiga tushiradi. Mana bu murakkab formulalar ko'rib cho'chmang. Yaxshi xabar shuki, buni biz qo'lda hisoblamaymiz. Biz uchun barcha qora ishni kompyuter qiladi. Eng asosiysi shuni tushunish kerakki, kompyuter shu hisob-kitoblar orqali bizga o'sha eng to'g'ri koeffitsiyentlarni, ya'ni bettalarni topib beradi. Demak, kompyuter bizda bir qancha raqamlarni hisoblab berdi. Endi eng qiziq joyiga keldik. Bu raqamlar ordida qanday ma'no yashiringan? Mana, bizning ish haqi misolimiz bo'yicha olingan natijalar. Ko'p raqamlar bor, lekin hozir biz uchun eng muhimi mana bu ikkitasi. Educate, ya'ni ta'lim, va expert, ya'ni tajriba uchun chiqqan koeffitsiyentlar. Birinchi bo'lib, ta'lim koeffitsiyentiga qaraymiz. Raqam 0,64. Bu nima degani? Juda oddiy. Agar biz ish tajribasini o'zgarmas deb tursak, esingizdami ceteris paribus? Unda o'qishning har bir qo'shimcha yili soatlik maoshni o'rtacha 64 sentga ko'taradi degani. Yaxshi. Endi ish tajribasining koeffitsiyentini ko'ramiz. Bu yerda raqam ancha kichik, 0,7. Buning ham ma'nosi xuddi shunday. Ta'lim darajasini o'zgarmas deb tursak, har bir qo'shimcha tajriba yili maoshni soatiga atigi 7 sentga oshirar ekan. Endi solishtiring, 64 sent va 7 sent. Demak, bizning modelimizga ko'ra, maosh uchun ta'lim tajribadan ancha muhimroq rol o'ynayapti. Lekin bu yerda bir yashirin xavf bor. Hamma narsa bunchalik silliq emas. Tasavvur qiling, siz tahlilda juda muhim bir o'zgaruvchini unutib qoldirdingiz. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yaxshi tushunish uchun boshqa bir misol olaylik. Aytaylik, maktabga ko'p pul sarflash o'quvchilarning baholarini yaxshilaydimi yo'qmi, shuni tekshirmoqchimiz. Lekin bu yerda biz hisobga olishimiz shart bo'lgan 3-omil bor. Oilaning daromadi.
Nega deysizmi? Chunki badavlat oilalar ham bolalarini qimmatroq maktablarga beradi, ham ularning o'qishi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratib beradi. Ya'ni, daromad ham maktabga, ham baholarga ta'sir qiladi. Agar biz daromadni nazorat qilmasak, butun tahlilimiz chippaga chiqishi mumkin. Qarang, natijalar qanchalik o'zgarib ketishini. Birinchi modelda, ya'ni daromadni hisobga olmaganimizda, xarajatlar natijalarga ancha ta'sir qiladigandek ko'rinadi. Lekin ikkinchi modelga daromadni qo'shishimiz bilan, puf, xarajatlarning ta'siri deyarli yo'q bo'lib qoladi. Bu aql bovar qilmas natija. Demak, bugungi suhbatimizdan chiqariladigan eng asosiy xulosa. Agar siz tahlilingizda biror muhim omilni unutib qoldirsangiz, siz mutlaqo xato xulosaga kelishingiz mumkin. Bu juda jiddiy muammo va statistikada tushirib qoldirilgan o'zgaruvchi muammosi degan maxsus nomi bor. Albatta, bu faqat boshlanishi. Regressiya tahlili bundan ham murakkabroq bog'liqliklarni, masalan, logaritmik yoki kvadratik munosabatlarni ham o'rgana oladi. Bu esa bizga dunyoni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Va nihoyat, sizga bir savol. Siz o'z hayotingizda, ishingizda kuzatadigan bog'liqliklar ortida qanday yashirin omillar turgan bo'lishi mumkin? Biror narsani tahlil qilayotganda, men nimani unutib qoldiryapman, deb o'zingizga savol berib ko'ring. Javob sizni hayratda qoldirishi mumkin.